Assalamu alaykum hammaga xayrli kun. YouTube kanalini ko'ruvchilar. Mana shuni gullarim juda ham yaxshi, chiroyli bo'lib o'syapti. Buning uchun men har kuni azon salqinda mana bu gullarimga suv sepaman har doimda. Bularga vitaminlar quyib turaman men. Mana hammasiga juda ham chiroyli bo'lib yaxshi o'syapti mana. Fikus gulingiz apa azotdan keyin qurib qolmadimi degan edinglar. Qurumadi mana, turibdi. Shuni ham olib ko'rsatay dedim. Birinchi mana shunda hammasiga yaxshilab suv sepib qo'yaman. Suv sepgandan keyin bularga vitaminlar quyib turaman, bilasizlar. Har doimgidek mana gumatkali jelezam bor, azotim bor. Endi men bunga aminosil degan universalniy mikroelementlari bor. Nima qo'yaman? Mana pomidor bolgarskilarga ham, gullarga ham, mana gortenziya, paprikniklar, har xil gullarga bariga qo'yishga mumkin degan. Buni bitta kalpachogini mana lekam 10 litrlik leka, shunga bitta qo'yaman men mana. On litriga o'zini bitta kalpachogi mana. Bunga endi to'ldirib suv qo'yaman. On litriga bitta kalpachok, buni normasi shu, o'zini gramida shundoq o'lchanishi bo'yicha. Men shpris bilan o'lchab qo'yib ko'rdim. Shunda o'zini kalpachogiga shprisni qaytib qo'ysam, mana shuncha chiqdi. Shuning uchun mana hammaga oson bo'lish uchun bitta kalpachok deb markasini aytyapman. Men bu gullarimga keyin mana shunday suv sepgandan keyin yaxshilab tagiga mana shu har xil vitaminlarni mana shu ozon salqinlarda quyib qo'yaman mana. Tagidan chiqib ketmaydigan qilib. Mana. Hammasiga mana shunaqa qilib quyib chiqaman men. Mana tagidan shtobi suv tashib ketmasin. Bunga men kechqurun o'zimizning oddiy suvni quyib qo'yganman. Sal tegi nam bo'lib tursa yaxshi. Mana. Tegidan ham mayda-maydalari chiqib yotibdi mana. Mana shunaqa qilib hamma gullarimga men quyib chiqaman. Bu yoqdagi gullarga ham bariga shunday quyib chiqaman hammasiga. Mana bularımga ham hozir bariga mana shunaqa dori aminosildan quyib chiqdim mana shularga mana. Tegi nam-nam. Bu gullarimni ham hozir ko'rsatdim. Katta gullarimga ham shunaqa hammasidan qo'yaman. Gortenziyalarimga ham bariga shulardan quyib qo'yaman. Bu udobriniyani ham olib qo'ysanglar juda ham yaxshi. O'sishiga yaxshi, mikroelementlar mana. Ayniqsa endi kun issiqda mana shunaqa kerak bo'ladi. Shularga hammasiga qo'ysanglar sizlarniki ham rosa yaxshi o'sadi. Mana kalavatning tepalaridagilar ham Vashi yo'q edi, tagiga taqab qirqib tashlagan edim. Zo'r bo'lib bari o'sib turibdi. Hammaga xayrli kun. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Kommentariya yozib turinglar, like bosishni unutmanglar. Hammanglar Alloh panohida bo'linglar.